So'nggi yillarda ozish istagida bo'lgan ayollar orasida bariatrik jarrohlik amaliyotlari keng tarqalmoqda. Afsuski, bunday murakkab jarayonga yengil qarayotganlar ham bor. Tekshiruvsiz salomatlik holatini inobatga olmasdan qilinayotgan operatsiyalar esa og'ir oqibatlarga olib kelmoqda. Mutaxassis bariatrik jarrohlik ozish uchun har doim ham yechim bo'la olmasligini bildirdi. Xo'sh, bu o'zi qanday amaliyot? U qachon va kimlarga tavsiya etiladi? Hozirgi lavhamizda ayni mavzuga batafsil to'xtalamiz. Tez qulog'imizga chalinib turibdi, endi o'sha bariatriya ortidan o'ldi degan narsalar bor. Bemorlarimiz aytadi, oshqozon yorilib ketdi. Chunki oshqozon yorilib ketganda deyarli ko'pchilik xirurglar nima qilishni bilmaydi. Misol uchun men borib o'tda 3 oy o'qib kelib, o'shani sertifikatini Toshkentga olib kelsam, men ham qilsam bo'ladimi o'sha operatsiyani? Endi asosiy nojo'ya problema bo'layotgan hozir mana yosh xirurglarimiz ko'payib ketdi. Bu narsaga qiziqqani uchun qiziqishning asosiy sababi bu finansiy tomonlama qiziqishyapti, moliyaviy tomonlama qiziqishyapti. 7 o'lchab bir kes. Ushbu o'zbek maqolini bekorga keltirmadik. Bariatriya amaliyotini o'zingizda o'tkazishdan oldin shifokor tanlashda ham shu naqldagidek ish tutsangiz maqsadga muvofiq. Eng noto'g'ri fikr esa bu operatsiya orqali qomatni to'g'rilab olaman deyishdir. Bu xorijda 2-3 oylik kursda o'qigan qo'shtirnoq ichidagi shifokorlarga yoqib tushishi aniq. Sababi ularning maqsadi ana shundaylarning ortidan mo'maygina pul ishlab olish. Vrachga borib murojaat etgandan keyin agar nima deydi, sal mundoqroq mashinnikroq vrach bo'ladigan bo'lsa, har doim bemorga yoqadigan gapni gapiradi. Bemor eshitgisi kelgan gap, quloqiga yoqadigan gapni gapiradi. Operatsiyani asosiy mohiyati ozdirib, chiroyli qilib, kelinchak qilib qo'yish emas. Asosiy mohiyati bemorni umrini uzaytirish, cho'zish, sog'ligini tiklash, normalniy hayotga qaytarish. O'shandagina bemor bu operatsiyaga rozi bo'ladi. Keyin men seni chiroyli qilib qo'yaman degan narsa yo'q. Bu plastik operatsiya emas, abdominal plastika emas, mana bugungidani ko'k o'sha kim o'shalar qildirganidek. Bu abdominal plastika emas. Bu bemorni hayotini, sog'ligini tiklash uchun, qilinadigan operatsiya. Bariatriya amaliyotini o'tkazish uchun fuqarolarni jarrohlik stoliga yotqizishdan oldin obdon tekshiruvlar o'tkazilishi zarur. Statistika ma'lumotlariga qaraganda O'zbekistonning 20% dan ortiq aholisi semizlikdan aziyat chekadi. 90% hollarda esa buning ortidan qandli diabet kasalligi kelib chiqadi. Aynan shundagina amaliyotni o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endi bu operatsiyani noto'g'ri qiladigan bo'lsa, bu qanaqadir asorat bilan tugaydigan bo'lsa, u asoratni bartaraf etish iloji bo'lmasa, bu keyinchalik yo'l bilan tugashi mumkin. Lekin xalqaro standartlar bo'yicha ham, xalqaro ko'rsatkichlar bo'yicha ham o'lim foizi bariatrik amaliyotdan keyin juda ham past. Bugungi kunda o'sha shifokorlar bu narsaga ishonib qolishi qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, hozir siz aytgan statistikaga? Ishonib qolishi 0.1% o'lim qilaveraman degan anaqa ham bo'lishi mumkin-da. O'lim foizi 0.1%, keyin yotmasan operatsiya qilaman deb. U bemorga shu statistikani ko'rsatib. Albatta endi bu statistikaga ishonib qolish kerak emas, chunki har bitta bemor bu individual kechadi, unda har bitta kasallik. Ana shuni hisobga olgan holda uni operatsiyadan oldingi hamma ko'rsatkichlarni analizdan tekshirgan holda operatsiya qilish kerak, ya'ni o'sha protokolga, standartga muvofiq holatda. Endi bu narsa, bu asoratdan kechishi yoki bo'lmasa asoratlar natijasida o'lim yuzaga kelishi bu birinchi navbatda o'sha aynan shifokor, jarrohni nima desa bo'ladi, mahoratiga, ya'ni opitiga ham bog'liq. Qanchalik darajada bu amaliyotni yaxshi bajaradi va qanchalik darajada operatsiyadan keyingi davrda bemorni qanchalik u kuratsiya, ya'ni kuzata oladi. Aynan shunga ham bog'liq bu narsa. Aynan bu statistikaga ishonib qolish kerak emasligi. Operatsiya noto'g'ri amalga oshirilsa o'limga olib kelishi mumkin. Asoratlar esa har xil tarzda yuzaga keladi. Erta asoratga nima kiradi? Birinchi erta asoratlar bu qon ketish. Operatsiya vaqtida yoki operatsiyadan keyingi davrda qon ketish. Demak, qon ketish yuzaga keladigan bo'lsa, qon ketish o'z vaqtida aniqlanib, o'z vaqtida o'sha qonni to'xtatilmasa, bemorda o'lim yuzaga kelishi mumkin. Keyingi осложнение bu nesostoятельность deydi, ya'ni chokla yetishmovchiligi. Xalq tilida bemorlarimiz aytadi, oshqozon yorilib ketibdi deydi. Eshitgansizlar bu narsani? Eshitganman. Oshqozon qatdan eshitadi? Chunki oshqozon yorilib ketganda deyarli ko'pchilik xirurglar nima qilishni bilmaydi, qanaqa kasallik chiqazib olishni bilmaydi.
Bilmayman, естественно. U operatsiya jarayonida oshqozon yorilib ketadimi Yo'q. yoki Operatsiyadan keyingi davrda, bir hafta o'tgandan keyin, 3 kundan keyin bilinib qoladi shunaqa. ko'p ovqat yeb olsa yorilib ketishi mumkin. Ha, ovqat birinchi ovqat yeb qo'yadi. Ikkinchidan operatsiyani o'ziga ham bog'liq. Operatsiyani kim qilgan? Ma'lum bir tonki joylari bor. O'sha tonki joyida xirurg agarda o'shanga qonun qoidasini, o'sha tonki joyini agar ustoz o'rgatmagan bo'lsa, unda постоянно nesostoятельность bo'ladi. O'zbekistonda ham bu amaliyotdan so'ng o'lim holatlari yuz bergani hech kimga sir emas. Bariatrik jarrohlik aslo panatseya hisoblanmaydi. Bu operatsiyani ozishni istagan har qanday inson o'tkazishi mumkin emas. Qat'iy va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Holat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nazoratga olinmas ekan, vaziyat o'zgarmaydi. Xo'sh, bu tibbiy muammoning aslida yechimi nimada? Ga bog'liq O'zbekistondagi aynan mana shu tomonlama tibbiy muammoga qanday yechim bersak bo'ladi bugungi kunda? Endi yechimlardan bittasi eng katta yechim bu mana shu assotsiatsiya bo'yicha protokol degan narsa bor. Protokol ishlab chiqariladi va protokol bo'yicha hamma xirurg ishlashi kerak bo'ladi. Bu направленияda ishlashga ruxsat berish masalasini masalan hozir kunda hamma qilmoqchi. O'sha boshqa sohadagi doktor ham kelib bariatriya qilaman deyapti. Demak, shu oshqozon sistemasi sohasida ishlagan kardioxirurg ham emas. Masalan, torokalniy xirurg ham bo'lishi kerak emas. Neyroxirurg bu tем более. Masalan, o'sha общий xirurgiyada именно oshqozon bilan shug'ullan, oshqozon ichak sohasida ishlagan, xirurgiya sohasida ishlagan, masalan, ma'lum bir 1000 ta operatsiya qilgan, undan keyin bu operatsiyalarga ruxsat berishga qo'yish mumkin. Masalan, chunki xirurg shu darajaga yetish kerak, shu darajaga opitni bo'lish kerakki, har qanday vaziyatdan chiqib, bu har qanday vaziyatdan chiqib ketish 1 yilda 6 oyda, 3 oyda o'rganib bo'lmaydi. Faqatgina qandli diabet, gipertoniya, bo'g'im, yurak gormonlaridagi muammolar insonlarning hamrohiga aylanadi. Shundagina odamlar psixologik jihatdan ham qiyinchilikda qoladi. Ko'proq harakatlanish kerak, u esa tanasidan uyaladi. Sport zali, basseynga bora olmaydi. Faol hordiq chiqara olmaydi. Bemorda chorasizlik halqasi shakllanadi. Kam harakat oqibatida esa tabiiyki vazn ortaveradi. Bu vaziyatdan mustaqil chiqib keta olmaydi. Albatta bunday bemorlar uchun bariatrik operatsiya odatiy hayotga qaytish, hatto yashab qolish uchun imkoniyatdir. Ammo bariatriya sizni ozishingiz uchun mo'jizadek ko'rinmasin. Muhammad Amir Hayotzoda, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun.